Allah bütün dünya tiçilsin. Vatanımız tiçilsin. Nasıl vatanımız tiçliği, hamamızın tiçliği bu. Yaxşı ameliyatı, yaxşı yaptık. Var tiçliği mahalle köyümüz. Barcha ahli islom manzilariga xursandchilik, yaxshilik kunlarda bersin. Mahalle köyümüz tinch olsun. Uzunko'cha mahalla, mana shu hamma ahli islomlarni bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni, oqibatimizni bundan ham bir chiroyli qilsin. Alloh taolo mana bu xonadonda mana bir qizimizni mana kuyovga berib to'y bo'lyapti. Mana ikkala yoshlar ham baxtli saxli bo'lsin. Mana shu qizimiz borgan joyda tinib tinchib, umrlarini oxirlariga qadar bitta nikohda mustahkam hayot kechirib olmoqni ularga nasib etsin. Xudoga mana shu yoshlardan bir diniy, dunyoviy, ilmiy farzandlar chiqib, yurtiga, vataniga, diniga manfaat tegadigan.